Yo'q, bertan ham hozir normal summa tushadi-da bugun. Bular karta bormidi bekda? Men nima dedim? Donator sehrlaydi dedimmi? Hozir ikkalasi kartasini aytadi, mana ikkita mo'ltani hozir. Oni bek Yevropadan pul tashlaydi bularga. Bilet. Men sharhlovchi bo'laman. Katta o'yinlarni sharhlashim kerak ekan-a? Katta o'yinlarni sharhlashim kerak ekan bular. Bugun Chingiz bilan Sardor o'yini bormi, sharhlaymiz bolalar. Aytishyapti-ya deydi, bularni ko'ma aytishda. Hali ham yozishyapti Bekxan legenda deb. Sharhlaymiz, chekkada turib olib o'yinlarni. Zek akadan ikki og'iz suhbat. G'iybat davomi. Zek aka, janjal bo'lyapti. Xabaringiz bor? Ko'rdim. Eshitdim, sразу ketdim. Zato eshitib o'tirganimni bildirib keyin ketdim. Go'stiga ko'tarilib, nima o'ylayapti dedimda, sekin Aka, jimin. Aka. Bir balos kelami ko'tiga sikib qo'yaman mana shu turgan joyimda. Shunday borasan, 200 ta odam bo'lmay, 500 ta odam bo'lib kelmaydim, onasini sikib o'raman turgan joyimda. To'xta. Naturi kelyaptimi? Tushundingmi? Alfa bo'lib kelami, boshqa bo'lib kelami, ko'tiga sikib buzib o'raman mana shu turgan joyimda. Sen shunday borasan, agar oldingacha yetib kelsa, qo'ttag'imni kesib tashlama, erkak emasman. Tushundingmi? Shunday qo'ttag'imni kesib tashlama, lipoy olib kelsan oldinga. Hozir chiqaman. Lipoyni olib kelsin, mana men gapiryapman, lipoyni olib kelsin. Butun territoriyadagi ishonganlarni yig'ib kelsin. Men hozir bolalar telefon qilaman, ko'rasan kimlar chiqib kela oldimga. Hozirga shorada bitta klip ham ishlab yuboring, yoningizga bir ikkita buqani qo'yingda. Aka o'tkazabaran vodiyga borgan paytim aka. Qarangda Zek aka. Birinchidan O'zbekiston Respublikasi ko'rdingiz. Bedarvoza emas. O'ta kuchli davlat bu, o'ta kuchli. O'ta kuchli davlat. Ikkinchidan men bitta telefon qilaman. To'xta, bitta jigar. To'xta, bitta. Bir minut. Sukut saqlama. Dovush eshitamiz. Hamma quloq solsin. Onangizki. Sen ham odam bo'lmaysan, ko't. Akasi. Ha bu viski bu. Ha viski brom. Ha bu sanga nima? Sani ham Qo'tag'imni yeysan, nima demoqsan? Davom qildir, bo'ldi. O'tdi, janjal to'xtadi, davom qildir. Men aytmoqchi bo'lganim, bu aytayaptiki, bitta telefon bilan bolalar chiqib keladi deyapti-da. Qaysi bola? O'sha yo bitta +2 bolalaringni ko'tiga sikadi qo'shib. To'g'risi-da aka? Bolalarni zo'rini olib ketib qo'yishdi. Bolalarni zo'rini olib borib qo'yishdi. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. O'zbekiston Respublikasiga qasamyod qilaman. Oltariqdan, hojini sochidan bir tona soch to'kilsa, qaytib betimga tik qaramaylar Bobur. Ana Odil kal kelayotgan ekan, mana uni oldiga, hojini oldiga. Odil. Kamani Amir Olimxoni kelmaydi, Oltariq zo'rabga kirolmaydi bu. Gapimni eshit. Ha, bila bu Aziz ekan ukasi-yu. Matizda yurgan sho'pirlar keladi razborga. 60 dan buqa chiqadi deb qo'yib Matizda. Skor.
To'y ovqat yeyotgan bola-yu bu. Hayotida endi to'y ovqat yeyotgan bola bu. Tavba qildim. Nima bo'lyapti? O'zi bu yerda onasini sikib kino ham jalab. Zikda ham o'ylab aka, yig'ib kelsin. Mana men katta gapirayotgan odamman. Agar hojini boshidan bir to'la sochini anshubachchalar to'kolsa, bilgan emas, sardor bo'ldi. Mana aytyapman. O'zingga kela olmayapsan, sen onangni sikiysan. Yo, bir to'la soch. Onang qolsi bo'lib ko'zdan. Sen hojini xotiri, onangni ketiga sikib yipan bilan. Onani qo'shma dalban, onani yipan. O'zini so'y. Ota-onasini ko'rgani kelmagan gandonni jalab hojini sochidan bir to'la tushsa deydimi? Onadan keldi. Hali u yoqqa otilan bormoqchi emas. Hali. Otilan bormaydi u yoqqa. Nima desang, otilarning yonida bu nima bor? Boyagi yerga yaqin. Yerga yaqin bularning kaz yo'li. Bu bitta narsa bor aka. Bitta narsa bor. Noma qilishlar. Tochkasini eshitsak Aha. Men Ha. katta gapiryapman. Ana efirga men qushchani qo'yib olgan sikib yubording. Bitta somsa ko'paysa ko'payadi, bir foydang tegmaydi. Efiringga ham sikay seni. Vazirib zaybal qilding. Kim u? U gapirgan odam kim?